Hammaga assalomu alaykum og'izlar. Mana biz Basement serverda demayman endi. Va nihoyat men Minecraft serverga deyman, chunki men Minecraft serverda bandan chiqdim va mana biz Minecraft serverdan hapida turibmiz. Ya'ni haqiqiy spawnda turibmiz. Mana bizning jonajon Minecraft serverimiz, o'zimizning jonajon Minecraft serverimiz. Men Minecraft serverda 0 dan boshlab kuchayish boshlaganman. Ya'ni blogerligimni shu joydan boshlaganman. Agar bizda yangi kuzatuvchilarimiz bo'lsa, mana biz endi Minecraft serverga kirdik va har doimgidek jonajon eng ko'p anarxiyada o'ynaymiz, lekin ozgina anarxiyada aktiv pas. Mana 28 ta onlayn va mana hozir shu serverda ham ancha sog'indim. Va nihoyat ban. Endi do'stlar, sizlar bitta narsa qiziqtiradi. Meni ban berishganda butun umrga va nima deydi, YouTube rankingiz olindi deydi. Hozir biz sizlar bilan ko'ramiz. Hozir YouTube rankim olindimi yoki olinmadimi? Qanunda Bismillahirrohmanirrohim deb, Bismillahirrohmanirrohim deb hozir kiramiz. 1 2 3. Obunachilar, sizlar meni yana xursand qiling, chunki nimaga? Men o'sha 0 dan kuchayish Basement serverda 0 dan kuchayish akkauntida obuna bo'l akkauntida 0 dan kuchaygandim va sizlarga mana shunda ikkinchi qismi chiqishi uchun 100 ta like so'radim. Sizlar men bu 100 ta like'ni bir 7 kunda rejalashtirdim, lekin sizlar kamida 3 kunda like yig'ib qo'yibsizlar. Juda ham zo'r va kanalimga kamida ko'pchilik obuna bo'libdi. Pashti 30 ta odam meni kanalimga yana qo'shildi. Sizlarga addushi rahmat. 600 ta ham bo'lib oldik. Sizlarga ham yana addushi rahmat. Bilaman, o'sha 300 ta like dan keyin video chiqmay qoldi. Chunki men obuna bo'l degan rankimda, ya'ni akkauntimda loginimni esdan chiqarib qo'ydim. Login juda ko'p qo'ydim. Endi xudo xolasa admindan so'raymiz. Admin bizga login etib beradi. Nima bu kali yo'qolib qoldi? Ayni bada. Xullas obunachilar, videoga go. Yana kanalga obuna bo'lib, yana shu videoda 30 ta obunachi kelsa, keyingi video 6 sekundda chiqadi. Hayır. Mana obunachilar, mana YouTube rankim qoldi, Xudoga shukr, YouTube rankim olib qo'shmadi. Adminlarga addush rahmat va bizning bunda narsalarimiz bor. Hozir biz bu videoda maqsadimiz top bron yasaymiz va boshqa narsa qilamiz, lekin baydan foydalanmagan holda. Endi baydan ikkinchi foydalanmayman. Kit va mana o'zimni kitimni oldim, ikkinchi kitini olganman. Ana bir deyapti. Endi biz hozir nima qilamiz? TPA Really'ga TP qilamiz. Bu hozirgina video boshlanishidan oldin men sizlar uchun bitta baza qurib qo'ydim, ya'ni bitta baza qurib qo'ydim. Mana shu bazada video olaman deb. Hozir sizlar bazaga baho berasizlar. Bu Nezerning eng chekkasida mana bunaqa baza, oddiy narsalar bor. Sizlar koordinatalarini endi hayotda ko'rsatmayman. Tak. Endi biz F qilamiz va bizning mana teamlarimiz, bor, Lily va Madinam. Bu videolarda chiqqan, ya'ni Xtag Allen Block videosida, Lily ham ko'p videolarda chiqqan. Bular tansalan kerak. Endi biz hozir nima qilamiz? Hozir biz obunachilarim bilan mana bu narsalarni Xtag Almas blokdan biz top bron yasaymiz. Lazurit kerak deb yozib qo'yamiz. Lazurit kerak. Endi biz lazurit o'zimiz olib kelamizsak uncha bo'lmaydi. Auksionga kirib 9000 pulimiz bor. Balu degan obunachimizga addushi rahmat. Chunki bizga 1 million pul berib turdi mana shu pulda video uchun deb. Keyin mana shu Xtag Allen Block va boshqa narsalarda va mana bu kirkani menga xuddi mana shu obunachim berdi. Mana ekrandan chiqib turibdi, ya'ni videosi. Mana shu obunachimizga addushi rahmat Lordga. Qani hozir biz endi Xtag Allen Blockdan har doimgidek bronyani top qilib yasaymiz. Xullas obunachilar, hozir biz mana bronyamizni yasab bo'ldik. Hozir sizlarga bronyamizni ko'rsataman. Hozir meni bitta obunachim bronya, ya'ni qilich bermoqchi, menga bitta top qilich bermoqchi. Hozir shu qilichini olamiz. Mana Lordi, mana shu obunachim menga ko'p yordam beryapti. Hozirgi paytlarda Qav Imperiyani olamiz va bizning looting menda ham shunaqa bor edi deb yozamiz va menda xuddi shunaqa bor edi. Mana Qav Imperiya
jigarim, eng eski jigarim mana bizning mana bronyalarimiz mana bir baloqi bir 2 soat yasadim buni va shu qiyin bo'ldi. Endi esse bu charka olamiz, mon olamiz, trapni olamiz, ovqatni olamiz, totemlarni olamiz. Keyin bo'ldi. Qolgani PP uchun kerak emas. Totemni qo'lga olamiz. Oddiy oltin olma bering jigar deb yozamiz va hozir kutamiz. Berilsa berdi. Keyin sila 2 tayyorlab turishodi. Mesajga bo'ldimi? SPC deymiz va auksiondan biz 2 dona opta olamiz, ya'ni 2 stack agar nobodoga. Va mana bizning inventarimiz bizning inventarimiz yaxshilanyapti. Charkalar ham ko'payyapti. Endi hozir biz mana shu inventar bilan bunaqaga boramiz, lekin bitta minus bor. Qilichim yaxshi emas. Bilasizlar, qilich yaxshi bo'lsa uncha odam o'ldirar olmaysizlar. Mana endi modda omadimizni sinab ko'ramiz. Bo'l boshqa opsiya nima qilmayman. Hook Decepticate 99% mana qo'shildi. Bunaqa bu obunachimiz bizdan nima so'rab turadi? Kitobjon vashi qolmabdi. Teamga qo'shilay deyapti. Hooks bo'pti deymiz. Team is full. 2 kishi bor. Chunki haliga 2 kishi ular o'zlari timi bor. Men prosta hozir bu yerga kelsam birpasda o'laman-da. Sizlar 2 auksionda yo'q. Har doimgidek mana bu yerdan nima qilardi ko'ramiz. Ya'ni birorta kitob nimaqa qilichga seqir chiqsa qo'yamiz. Keyin Klaura va boshqa narsalar qo'shilmayapti. Hozir biz nimaqa bilan Lord bilan PP qilib ko'ramiz. Bilan deb hozir meni obunachilarim bilan o'ynaymiz. Hozir men birpas o'laman chunki Godostona deyapti. Oksila siz deymiz va nimagaga chiqamiz. Qani hozir to'xtanglar. Hozir qilichim yo'qolib qoldi nimagadir. Bu ChatGPT. Go deyapmiz va boshqatdan PP qilamiz. Hamma ham qorib ketyapti. Bunaqa ko'p yashamayman. Go duel. Duel o'ynaymiz. Mana shu Lord maqamiz bilan o'zimizni zo'r resurslar o'rnatib tap qilib o'ynaymiz. Bu video juda ham bo'lib ketyapti, deyapti. Bo'z tashiman deb yozamiz va hozir bu kim edi bu? Bizning maqamiz musor bo'lib ketdi va lekin biz server kirishimiz bilan topper bo'lib ketdik. Blogerlik bo'lish vaziyati zo'r. Hammasiga narsa beradi. Endi Lord va biz boss kit tashlaymiz va biz o'zimizning devil maqamimizni olamiz. Hozir ular olsa biz PP qilamiz. U olishmabdi hali. Message Lord oddiy oli deb yozamiz va biz hozir sergalik ko'ramiz. Dark Ninja. Dark King XK akban chiqdimi deyapti. Da deymiz. Oling Lord. Rahmat. Aduja rahmat, mana videoga tushib qo'yapmiz. Mana Dark Ninja. Endi Lord Yegerda ham olaveramiz. Endi hozir bizning eng asosiy narsalarimiz bu yutish, qolish imkonsiz. Agar qolsak bo'ldi. Hozir biz nima qilamiz? Barcha kuchimiz barcha PP qilamiz. Eng ko'p zarbani berish kerak. Shunda keyin kill bo'laman deyapti. Kerak emas. Hozir yaxshi ketyapti.
O zarbalar qattiq ketyapti. Lord naqadar menga zarbalar qattiq beryapti. Agar PvP'da gapira olmay qolsam, mikrofon yoki boshqasi o'chib qoldi beylar. PvP'da boshqa seriozli PvP qilish kerak. Yana obunachingiz bilan bo'lganda keyin PvP qilish bilmasa aka deyishadi. U bilaman, Minecraft serverda mendan kuchli PvP'lar bor. Yomon deyap. Hozir biz Lord hozir biz tezda tugatamiz joyda. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga Notable kanalini tavsiya qilmoqchiman. Bu YouTube kanalda siz Minecraft, Baseman va boshqa o'yinlardagi nasl videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Mana bu yerda Vanches ham bor va shortlar ham videolari ham ko'p. Iltimos mana shu o'yinchimizga obunachilar yig'ib beramiz. Agar meni kim ashaddiy obunachim bo'lsa, mana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Notable kanalining silkasi описаниеda bo'ladi. Qanday ko'ring. Plus obunachilar, mana hozir biz Lord 17 joni qoldi, hali PvP ancha bo'lyapti. Video ozgina kesib yubordim. Hozir joni ozgina kap qoldi. Biz o'lamizmi yoki Lord, buni video davomida bilib olasizlar. Keyin do'stlar, men ancha PvP qilganimda zarbalar menga juda ko'p tiyarkan. Men masalan Titanus streamiga chiqdim va shu yerda o'sha o'zimizning vaqaga qarab turish kerak ekan. Type. Bulardan silemlar birinchisinadi. Chunki vashta zarbalar qattiq kelyapti. Va 10 ta zarba bittada keladi menga. Yo'q, menga 10 ta bitta kelyapti. Hozir o'lishim mumkin. Bu hozir qo'li qizitib yuryapman. Hozir kirdim Minecraft serveriga va boshqacha PvP qilinish shart bas. Mana shu Devil maqani qilmoqchiman. Keyin obunachilar sizlarga ham bitta naqa aytib qo'ymoqchiman. Agar sizlar shu Telegram kanalni ochmoqchiman, agar hadsalar kommentariy had yozib ketinglar. Keyingi videoda qanaqa ideyalar bor, shuni yozib ketinglar. Ya'ni Minecraft serverda ham video olishni boshlayman. Nafaqat Baseman serverda, Baseman'da bitta, naqada bitta bo'ladi video. Qatishda, ya'ni hamma qatda. PvP'ga bormaymiz, o'lamiz. Bronya sindi. Silekini ichamiz. Bo'ldi, biz o'lmas emas. Ular reski biz tarafga yetishdi. Menikisinde. Va mana obunachilar, biz PvP'da yutdik. Bunaqa narsalar chiqyapti. Shlemimsindi. Rahimov nem deb bo'lyapti. Xullas shu obunachimizga ham tipi qilib qo'yamiz. Lord JJ va mana bizning maqalarimiz. Xullas obunachilar, video shu joyda tugaydi. Mana biz bir pasda shuncha nima qildik va hozir biz Hooks obunachimiz joniga boramiz va hozir bir narsa qilamiz. Ya'ni video bilan u bilan birga xayrlashamiz va mana bizning obunachimiz qanunda video tugadi. Keyingi videolarda kutib qolamiz. Ya'ni sizlar likelayni. Agar shu videodan keyin bir masalan bo'p 70 ta like yig'ilsa shu videoda keyingi qism chiqadi, ya'ni Minecraft serverda qanunda xayr.